Assalamu alaikum hurmatli dostlar. Bugün Xudo xolasa Toprak Qala Shallohga geldik. Bir dana shunday klassik fasonda bir temir ish o'rnatdik. Bu ishimiz sentakras urildi. JK2 mokri asfalt, nijo egalari oltin svet 3 dan qullablar qo'yildi. Burukkilik lis bo'ldi. Shumkali variantda shumka bosib ichki taraflarini alikafon qildik. Alikafonlari 5 shurupli bo'ldi. Zamoqlari Honda zamoqlardan qo'yildi. Nasib etsa ko'rishingiz mumkin. Ajoyib zamoqlardan nijoylarni ko'rishingiz mumkin. Oltin svet o'zina modasini zo'r bo'ldi. Uzaqdagina katta darvoza olib ko'rsanadi. Ustlari milliy fasonda framoqlarni qo'ydik. Profillar 6-6, hamma joyina shumka bosilgan. Ichki tarafini ko'rsatamiz. Ichki taraflarini penallarni sapib taqlab berdik. Alifonlari shurup qurilmani aynadin ekran bo'lib turadi. Zazonlarni ko'rishingiz mumkin, ichiridan yaxti tushmaydi. Pasti davraklarida ham yo'q yaxti. Xudo xolasa shunday xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlarni qo'yamiz, bog'lan orasida. Hurmatli kuzatuvchilar, keyin o'rnidan shunday taxt eshik chiqdi. Taxt eshikning eni 2 metr, balandligi 220. Kimga keraksa, xudo xolasa zarurat odam bo'ladigan bo'lsa, jo'natib qo'yinglar, o'sha eshigimizni beramiz. Kelishilgan narxda xudo xolasa xayr etish maqsadida klientimiz shuni zarurat inson bo'lsa bering dedi. Anay, yarib qo'yasizlar, shuni o'rnidan chiqdi. Ajoyib qalin materialda ishlangan aynaliklari, zamoqlari hamma ajoyib bor. Aynaliklari bir kat 5lik taxtadan yana modali avvalgi modal eshiklardan biri.